Agar Allohni izlab dunyoning narigi chekkasiga borsangiz, u yerdan o'zingizni topsangiz nima qilardingiz? Alisher Navoiy bundan 500 yil oldin yozgan Lison ut-Tayr asarida insoniyat tarixidagi g'aroyib va go'zal haqiqatni yashirgan edi. Bu shunchaki qushlar haqidagi ertak emas. Bu bizmiz. Asarda minglab qushlar yig'ilib, o'zlariga podshoh qidiradilar. Hudhud ularga bizning shohimiz bor. U Qof tog'ida yashaydi. Nomi Simurg deydi. Lekin unga yetishish oson emasdi. Oldinda 7 ta o'lim vodiysi turardi. Minglab qushlar yo'lga chiqdi, lekin yo'l azobi ularni sinovdan o'tkazdi. Kimdir ochlikdan, kimdir issiqdan, kimdir esa shunchaki nafsini yenga olmay halok bo'ldi. Ular talab vodiysida izladilar, ishq vodiysida yondilar, ma'rifatda angladilar, hayratda aqlini yo'qotdilar va nihoyat eng so'nggi faqr va fano vodiysi kibrini, menligini, ya'ni egoni o'ldirsa, u haqiqatga aylanadi. O'zligini tanigan Rabbini taniydi. Bu inson ruhining evolyutsiyasi. Biz hammamiz Simurg'miz. Faqat buni anglash uchun o'sha 7 vodiyni bosib o'tishimiz kerak. Tarixning ochilmagan sirlarini obuna bo'lib biz bilan o'rganing.